Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasi o'qituvchisi O'roqova Sharofatxon Saidqul qizi sizlarga boshlang'ich ta'limda o'sha matn ustida ishlash fanidan badiiy asar matn ustida ishlash mavzusida ma'ruza mashg'ulotini o'tib bermoqchiman. Demak, rejalar bilan tanishtiramiz. Boshlang'ich sinflarda badiiy asar matni ustida ishlash bosqichlari. Ikkinchi rejamiz asar mazmuni bilan tanishtirish. Uchinchi rejamiz asar tahlili, tanlab o'qish, savol topshiriqlar ustida ishlash. To'rtinchi rejamiz matnni tasvirlash, asar rejasini tuzish. Beshinchi rejamiz matn mazmunini qayta hikoya qilish. Hurmatli tinglovchilar, demak bizdagi birinchi rejamiz bu boshlang'ich sinflarda badiiy asar matni ustida ishlash bosqichlari. Demak, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning badiiy matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish juda muhim hisoblanadi. Badiiy asar bolalarni o'qishga qiziqtiradi, ularning lug'at boyligini oshiradi, nutqini rivojlantiradi va ma'naviy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Badiiy matn ustida ishlash jarayoni esa bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ushbu ma'ruzada boshlang'ich sinflarda badiiy matn ustida ishlashning asosiy bosqichlari yoritib beriladi. Demak, birinchisi tayyorgarlik bosqichi. Badiiy asarni o'rganishdan oldin o'quvchilarni uni tushunishga tayyorlash lozim. Bu bosqich quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mavzuga kirish. O'quvchilarning e'tiborini jalb qilish uchun suhbat yoki tasviriy materiallardan foydalanish. Asarning mavzusini aniqlash. Bolalarga asarning asosiy mazmuni haqida qisqacha tushuncha berish. Muallif haqida ma'lumot berish. Muallifning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot berish orqali asarga qiziqish uyg'otish. Asarda uchraydigan murakkab so'zlar bilan tanishtirish, yangi so'zlar va ularning ma'nolarini tushuntirib berishdan iborat. Ikkinchi bosqichimiz matnni ifodali o'qish bosqichi. Bu bosqichda o'qituvchi va o'quvchilar birgalikda matnni o'qishadi. Ifodali o'qish matn mazmunini yanada chuqur tushunishga yordam beradi. O'qituvchining namunali o'qishi o'quvchilarga to'g'ri talaffuz, pauza va intonatsiya namunasini ko'rsatadi. O'quvchilarning navbatma-navbat o'qishi har bir o'quvchi matndan bir qismini o'qib, talaffuzi va ifodalilik darajasini tekshiriladi. Ekspressiv o'qish. O'quvchilar his-tuyg'ularni ifoda qilib o'qishga o'rgatiladi. Uchinchi bosqich matn mazmunini tushunish va tahlil qilish bosqichi. Bu bosqichda o'quvchilar matnning asosiy g'oyasi va voqealar rivojini tushunib yetishlari kerak. Matn yuzasidan savol-javob o'tkazish o'quvchilarning diqqatini asosiy voqealarga qaratish hisoblanadi. Matnni qismlarga ajratish esa matndagi asosiy epizodlarni aniqlash va ularga sarlavha qo'yish. Asosiy qahramonlar xarakterini ochish, qahramonlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, muammo va xulosa chiqarish, matnda ko'tarilgan muammolarni aniqlash va o'quvchilar bilan birgalikda xulosa chiqarishdan iborat. Matn ustida ijodiy ishlash bosqichida bu bosqich o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Matn asosida hikoya tuzishda esa o'quvchilar o'qigan asar asosida o'z hikoyalarini yozadilar. Qahramonlar haqida insholar yozish, qahramonlar xarakteri va ularning xatti-harakatlari yuzasidan yozma fikr bildiriladi. Dialog va monologlar tuzishda esa matn asosida qahramonlar o'rtasidagi suhbatlarni yozish. Asarni davom ettirish yoki alternativ yakun yozish o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishda namoyon bo'ladi. Beshinchi bosqichimiz yakuniy bosqich hisoblanadi. Ushbu bosqichda o'quvchilarning badiiy asarni tushunish darajasi tekshiriladi va umumiy xulosalar chiqariladi. Matn asosida bahs munozara tashkil etish o'quvchilar o'z fikrlarini bayon qilishda ko'riladi. Matn bo'yicha test yoki savol-javob o'tkazish o'quvchilarning matn mazmunini qay darajada tushunganini aniqlashdan iborat. O'quvchilarning fikrini umumlashtirish matndan olingan saboqlar bo'yicha yakuniy xulosa chiqarishdan iborat. Boshlang'ich sinflarda badiiy asar matni ustida ishlash o'quvchilarning nafaqat o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularning nutqiy madaniyatini, ijodiy tafakkurini va ma'naviy kamolotini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu bosqichma-bosqich yondashuv orqali bolalar matnni chuqur tushunib, undan to'g'ri xulosa chiqarishga o'rganadilar. Asar mazmuni bilan tanishtirishning bir nechta bosqichlari bor. Demak, asar bilan dastlabki tanishtirishda
o'quvchilarning qiziqishini oshirish va asarning mazmunini tushunishga tayyorlash uchun xizmat qiladi. Muallif haqida ma'lumot berish o'quvchilarga asar muallifining hayoti, ijodi va mashhur asarlari haqida qisqacha ma'lumot beradi. Asar mavzusini ochib berish esa o'quvchilarga asarning asosiy mavzusi haqida tushuncha berishdan iborat. Asarning nomi va uning ma'nosi asarning nomi orqali uning mazmuni haqida taxminlar qilishga o'rgatiladi. Asarda uchraydigan yangi so'zlar bilan tanishtirish o'quvchilarga murakkab va kam ishlatiladigan so'zlarning ma'nolarini tushuntirishdan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan keyingi ma'ruza mashg'ulotlarida ko'rishguncha